Bahçalık haqida qissaning oxirgi yeyishimi kim bilan oyoqlashdi? Simoyi bilan oyoqlashdi. Simoyi qachon o'tirib chiqdi? Savsav Shirbi urushida Zhuguliang, Zhouyu, Lusu, Sunquan, Liu Bei qatorliqlar tarafidan yenib kelgandan keyin Simoyi ondan o'tirib chiqdi. Bu vaqtda Savsavning bir qanti sunib Goja o'lib ketgan. Aksicha bu yerdagi Sunquan bilan Liu Bei kuchayib Zhuguliang, Lusu, Zhouyu bilan o'tirib chiqqan. Shuning uchun mushundaq bir oltin fursatni tutib Simoyi o'tirib chiqdi. Simoyi o'tirib chiqqandan keyin vaziyatdan uch tutanqan muqimlashdi. Oxirgi kelib bu yerdagi Simoyi Veyni egallab oldi. Unda bo'lsa bu yerdagi Simoyining ustozi kim? Simoyi qachon tug'ilib, qachon o'ldi? Simoyi oxirida uch podshohlikni birlik keltirib o'tdimi? Yo'q, unda emas. Endi nurg'unlar necha vaqtdan bu yerdagi Simoyi to'g'risida mazmunlarni ko'p so'rgan. Shuning uchun bugun Simoyi to'g'risidagi yarim soatdan uzun bo'lgan bir to'liq mazmunni har qaysinglarga sundim. Yoqtiradigan do'stlar, ostidagi Xaytunjida degan ulanmadan ozg'ina bir kularning puli turgan pulga setib olib, menga olsanglar bo'ldi. Meni Guanju qilgandan keyin shu Yo'xujanga azon setib olasizlar. Bu sal qimmat chiqib qoldi. So'ng Guanju qilib birdan yaxshi yurak turishni unutib qolmanglar. Olma telefon abotlari setib olmay qolsanglar, ayrim session qilinglar. Sizga qanday setib olishni o'rgatib qo'yman. Rahmat.